قىپقىزىل يالغانچىلىق. ئاپتورى Bill Gertz. 10 bab خىتايچە ئالاھىدىلىككە ئىگە pul مۇئامىلە va ئىقتىساد ئۇرۇشى. 3 qism. Xitoy, ya'ni Amerika bilan g'ayri harbiy urush qilishga muhtoj. Shuningdek, savdo urushi Amerikaning kuchining asosini, ya'ni Amerika iqtisodini zarbaga uchirtdi. Bu ikki polkovnik Amerikaning savdo urushini voyaga yetkazganligini aytib, 90-yillarda Saddam Husaynning hokimiyati ostidagi Iroqqa yurgizilgan embargoni tilga olgan. Chao bilan Wang yana mundaq deydi. Savdo qo'riqi, embargo, halqiliq texnikalarga qo'yilgan cheklamalar va savdo qonunlarini ijro qilish harbiy harakatga o'xshash buzg'unchi ta'sir paydo qila oladi. Keyingi qadamda Xitoy polkovniklari o'zlarining gapi bo'yicha g'arb davlatlari Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlariga qarshi ilib borgan, natijada 1997-yildagi pul muomala krizisini keltirib chiqargan pul muomala jengini tilga olgan. Bu xalqaroliq ko'chma kapital sohiblari bir qo'lliq planlagan va qo'zg'agan tuyuqsiz pul muomala urushidir. Bu urush shuning oldidala Sharqiy Janubiy Osiyodagi kichik yo'lbos va kichik ajdaho deb ta'riflangan davlatlarni orqama-orqa yer tishlatdi. Ular yana mundaq deydi. Ya'ni pul muomala urushi paydo qilgan o'zliksiz malamanchilikdan kelib chiqqan talafot, rayon xarakterlik urushdan kelib chiqqan ziyondan qilishmaydi. U turmushdagi ijtimoiy organizmga elib kelgan ziyon, hatto rayon urushi keltirib chiqargan ziyondanmi eshib ketdi. Chao va Wangga ko'ra, shu vajidan pul muomala urushi g'ayri harbiy urushning bir xil shakli bo'lib, bu urushda garchi qon to'kilmasimi, ammo u qonliq urushga o'xshashla vayron qilg'uchidir. Pul muomala urushi hozir rasmiy holda urushning markaziy sahnasidan o'rin oldi. Bu sahna necha ming yillardan buyon askar va qurollar tarafidan ishg'ol qilingan bo'lib, hamma yer qon va o'lim purapla turadi. Ishonimizki, uzun o'tmay pul muomala urushi atalg'usi turlik rasmiy harbiy atalg'u lug'atlarga kirgiziladi. Uning ustiga kishilar 21-asrning boshlarida 20-asrdagi urush haqidagi tarix kitoblariga tuztish kirgizganda pul muomala urushi degan bo'lak o'qirmanlarning alohida diqqatini tortadi. Tarix kitobining bu bo'limidagi asosliq bosh personaj davlat arbobi yoki harbiy strategiyachi emas, balki siyosiy faoliyatchi va milliarder mablag' solg'uchi George Soros bo'ladi. Bu ikki polkovnik yana o'zlarining tabiridagi Morgan Stanley va Modi qatorliqlarni o'z ichiga olgan cho'ng-kichik hayonkashlar to'pini tilga olgan. Bular dushman pul muomala urush aparatlarining hujum nishoni uchun ishlatadigan kredit darajasini baholash doklati bilan mashhurdir. 2011-yildan 2017-yilgacha bo'lgan araliqda Xitoyning tor bexatarlik shirkati bo'lgan Guangzhou bo'yi uchur texnika cheklik shirkati Modi shirkatining analiz sonliq ma'lumotlarga xakerlik hujum qilganda Xitoy yuqorqi ikki shirkatning biri bo'lgan Modiga qaytarma zarba bergan edi. Guangzhou bo'yi uchur texnik cheklik shirkati Xitoyning Guangzhou shahriga joylashgan bo'lib, Amerika istixborot doiralari bu shirkatni Xitoyning davlat bexatarlik ministrligi bilan bevosita bog'lanishliq deb qaraydi. Adliya tarmoqlari 2017-yil noyabrda Guangzhou bo'yi uchur texnika cheklik shirkatining Wuyingzhou, Donghao,
va Xiaoleidan iborat 3 hakkerni moda şirketining, shundaqla Siemens va Trimble qatorliq boshqa ishki shirkatning analiz sonliq ma'lumotlarini o'g'irlash jinoyati bilan ayblagan. Hakkerlar maxfiy savdo uchurlarini o'g'irlash uchun Amerikada tijorat qilayotgan korxonalarga moslashtirilgan va qaratmalikqa ega tor hujumi qo'zg'adi, dedi Pensilvaniya shtatining g'arbi rayonining muvaqqat bosh taftishi Susong aybnomani e'lon qilganda. Xitoy uchun aytganda, pul muomala urushi yangi strategiyalik urushdir. Chao bilan Wang kitobida yana mundaq deydi. Bugünkidek yadro qurollari kundan kuniga amaliy mashg'ulot qimmatini yo'qotib, faqat boshqalarni qo'rqitishga yaraydigan bezakka aylanib qolgan vaziyatda pul muomala urushi dunyoning diqqatini tortadigan darajadan tashqari strategiyalik qurolga aylandi. Chunki pul muomala urushini tizginlash oson, yo'shirin harakat qo'llanish imkoniyati bor. Shundaqla vayron qilish kuchi nihoyatda zo'r. Kelgusidagi urushda Xitoy pul kontrolligini hujum quroli sifatida ishiltish mumkin. Chao bilan Wang Xitoyni qurol yaroq hujumidan boshqa o'zining pul muomala strategiyasini tangshashga, pulning qimmatini o'stirish yoki tushirishni asosliq o'ringa qo'yishga, shundaqla jamoat fikrda ustunlikni egallash va qoidalarni yetarlik o'zgartish qatorliq vositalarni birlashtirib, nishonlangan davlat yoki rayonda pul muomala davolg'ishi va iqtisodiy krizis paydo qilib, uning harbiy kuchini o'z ichiga olgan umumiy kuchini ojizlatishga undagan. Bu ikki polkovnikning aytishicha 1998-yildagi pul muomala krizis mezgilida Xitoyning o'z puli, ya'ni atalmish xalq pulining qimmatini tushirib, Amerika iqtisodiga ziyon solish imkoniyati borligini aytdi. Shundaq bo'lganda, iqtisodning gullanishi chet el mablag'ining eqishiga tayanadigan Amerika ig'ir iqtisodiy ziyonga uchirgan bo'ladi. Ular bundaq natija albatta harbiy zarbininkidan yaxshi bo'lgan bo'ladi, deydi. Xitoy cheklimsiz urush. Bo'libmi iqtisodiy urush yer sharilishish davridagi asosliq to'qinish shaklida aylanadi deb qaraydi. Amerika hukumati Deng Xiaopingning 1980-yillardagi atalmish islohot ichivitishidan keyingi Xitoyning iqtisodiy urushlarini ko'rmasga selib keldi. Bu jihatdagi bir tipik misol iqtisodshunos Kevin Freeman 2009-yili 5 burchaklik bino uchun elib borgan 2008-yildagi pul muomala krizisini tekshirgan tadqiqotiga chetishliqdir. Shu qitimliq krizisda Amerika iqtisodiy taxminan 50 trillion dollar ziyonga uchirgan edi. Dokladda mundaq deb xulosa chiqarilgan. 2008-yildagi pul muomala krizisini sirtqi kuchlar keltirib chiqarib qolmasdan, Amerika iqtisodi kelgusidimi asalla davlat iqtisodining xonavayron bo'lishini keltirib chiqaradigan iqtisodiy va pul muomala urushining hujumiga uchrashi mumkin. 5 burchaklik binoning dokladi Amerika hukumat komitetining 2008-yildagi krizis haqidagi tadqiqot natijasiga jang e'lon qildi. Mazkur komitet shu qitimliq krizisga yuqori xavflik ranilik qarz berish qilmishi va davlatning nazorat qilib boshqarishining yaxshi bo'lmasligi qatorliq iqtisodiy omillar sabab bo'lgan degan edi. Diqqat qilishga arziydigani shuki, mazkur komitet bu krizisning shakllanishida sirtqi kuchlarning qo'li bor yo'qligini nazarga elishni rad qilgan va shu qitim Amerika iqtisodini vayron qilayotgan tasli qolgan krizisning oqibatini eng tuvan chakka tushirib ko'z tishga uringan. Freeman mundaq dedi: iqtisodiy soha yangi janggohdir. Biz har yili
Qural sistemasiga necha 100 milliard dollar xərcləymiz. Әмма kredit hayonkashligining tug'undi mahsulotlari yoki tor urinishlar orqali pul muomala bozorimizga trillion dollarlab ziyon selayotgan qilmishlarga qarshi turish uchun ajratilgan mablag' nisbatan oz. Yana kelib, bu xil iqtisodiy ziyonkashlik qilg'uchilar davomliq bayqalmay kelyotidi. Freemanning 2009 yildagi iqtisodiy urush haqidagi ogohlantirishi Oqsaroy beshburchaklik bino va Moliya ministrligi tarafidan bostirib qo'yildi yoki nazardan saqit qilindi. Xitoy pul muomala urushidan boshqa Amerikaga qarshi boshqa shakldagi iqtisodiy urushlarni qilyotidi. Bu prezident Trump vazifaga o'ltirgan dastlabki mezgillarda uningga aniq bildirilgan edi. Oqsaroyning 2017 yildagi tunji ishlarining biri beshburchaklik binodagi yangi tarmoqqa Xitoyning iqtisodiy tajovuzchiligini tadqiq qilishni boshlash buyrug'i tushirish bo'lgan edi. Amerika davlat mudofaa ministrligining, ya'ni tajriba bosqichidagi yangilik yaratish tarmoqi 2015 yil qurilgan bo'lib, Krimniy jilg'isining markazidagi Kaliforniyaning Mountain View shahriga joylashgan. Amerika davlat mudofaa ministrligining tajriba bosqichidagi yangilik yaratish tarmoqi Krimniy jilg'isining boyligidan foydalanib, Amerika armiyasining oldingi qatordagi texnika afzalligini saqlashiga yordam berdi. Amerika davlat mudofaa ministrligining tajriba bosqichidagi yangilik yaratish tarmoqi 1 yillik tadqiqotdan keyin 2017 yili Xitoyning texnika yetkash strategiyasi, Xitoyning yangidan gullanayotgan texnikalarga mablag' selish, bu strategiyalik raqobatchi, ya'ni Xitoyning Amerikaning yangilik yaratish samaralarining javhariga erishishiga qandaq sharoit hozirlab berdi, mavzuliq abida xarakterlik dokladdan birini tayyorladi. Dokladda Xitoyning Amerikaga mablag' selishida hech qanday cheklama yo'q. Shundaqla Xitoy, ya'ni Amerikada eng muhim bo'sish xarakterlik texnikalarni o'g'irlayotidi deb ogohlantirildi. Dokladda yana mundaq deyildi. Xitoy hozir o'zining allaqachon dunyoda 2-chi o'ringa chiqqan iqtisodining ko'lami va qo'shilma qimmatini texmi oshirish uchun necha 10 yilga so'ziladigan texnika yetkash, ya'ni o'g'irlash planini yo'lga qo'ymoqda. 2050 yilga borganda Xitoy iqtisodining ko'lami Amerikaninkidan 1,5 hassiga barobar kelishi va Amerikaning yer shari miqyosidagi e'tiborini tuvallatib etishi mumkin. Xitoy Amerika shirkatlariga mablag' selish yoki butunlay setib olish orqali xalqiliq texnikalarni setib oladi. Bu qonunliq va tekshirilmagan mablag'dan sirt Xitoy har yili Amerikaning tannarxi 200 milliard dollardan 600 milliard dollargacha ekanligi mo'ljallangan aqliy mulkini o'g'irlayotidi. Har qanday bir davlatning iqtisodi o'z davlat boyligining bu shaklda talon-taroj qilinishidan aman qolmaydi. Buning usullari Xitoy ozodlik armiyasining necha 100 minglagan kasbiy xodimlari qatnashgan keng ko'lamlik chekidan oshgan sanoat josusluqi va tor o'g'irliqini o'z ichiga oladi. Bu xil harakatlar Amerika universitetlaridami elib berilayotgan bo'lib, fan texnik qurilish va matematika kasbida o'qiyotgan aspirantlarning 25% Xitoy o'quvchilar bo'lib, ular Xitoyni mo'l kasbiy bilimlar bilan ta'minlab kelmoqda. Xitoyning ochiq kodliq tadqiqotimi keng ko'lamda elib berilgan bo'lib, Beijing bu jihatda Xitoydagi, ya'ni universitet va tadqiqot o'rinlariga o'xshash texnika yetkash o'rinlaridan hadab foydalanayotidi.
yana ba'zi shirkatlar Amerikadagi Xitoy hukumati mablag' solgan jamiyatlardan foydalanib, texnika ixtisosliklarini o'ziga tortmoqda. Xitoy hatto Amerika shirkatlaridan qandaq savdo qilishga aloqador texnikalik kasbiy bilimlarni o'g'irlagan. Dokladda mundaq deyiladi. Xitoyning nishoni yer shari bozoridagi muhim kasblarda birinchi o'ringa o'tish, chet el texnikasiga tayinishni azaytish va yerlikning yangilik yaratishni ilgari surishdir. Amerikaning texnicha Xitoyning bu xil keng ko'lamlik texnika yetkash, ya'ni o'g'irlash, aktish qilmishlarini to'sadigan atrofliq siyosati yoki qurol yo'q. Tadqiqot natijasi Amerikaning Xitoyning hujumiga qarshi mudofiasiz holat ekanligini oshkorildi. Amerika hukumatining texniklarning qanchalik tez yetkaziladiganligi yoki Xitoyning Amerika texnikasiga mablag' selish salmaqi yoki qaysi texniklarni qo'g'dash orqali Xitoyning harbiy kuchini zo'raytishga ishlatadigan iqtisodiy tajovuzchilikning oldini olish to'g'risida aniq tushunchasi yo'q. Xitoy faqat sun'iy idrok, mashina odam, kuchaytirilgan reallik, mavhum reallik, shundaqla bo'lak zanjirni o'z ichiga olgan pul muomala texnikasi qatorliqlarni asos qilgan dastlabki bosqichdagi Amerika texniklariga taxminan 372 milliard dollar mablag' solgan. Amerika Davlat mudofaa ministrligining, ya'ni tajriba bosqichidagi yangilik yaratish tarmog'ining doklatiga qaraganda, Xitoyning Baidu, Alibaba va Tengshun qatorliq oldingi qatordagi fan texnik shirkatlari 2010 yillarning oxiriga kelganda Krimni jilg'isiga zo'r miqdorda mablag' solgan. Xitoy Amerikani iqtisodiy jihatdan mag'lub qilishdagi uzun muddatlik maqsadiga yetish uchun Xitoy Kompartiyasining yetakchiligidagi bir qancha programmani yo'lga qo'ydi. Buning ichidagi hammadan cho'ng plan, ya'ni kitobimizning oldingi boblarida tilga ilingan Xitoy yasimachiligi 2025 bo'lib, bu plan Xitoy hukumatining sanoat planlarini Xitoydagi atalmish xususiy gavdalar bilan moslashtirib, 2049 yilga borganda Xitoyni dunyodagi tangdoshsiz hukmron ishlab chiqarish davlatiga aylantirishni maqsad qiladi. Xitoy yasimachiligi 2025 uchur texniklarini Xitoy sanoati bilan birlashtirishni maqsad qiladi. Buningdagi maqsad ilg'or uchur texnikasi, avtomatik stanok va mashina odam texnikasi, olam qatnashi va aviatsiya uskunlari, dengiz okean uskunlari va yuqori texnikalik suv transporti, biologiyalik dora va ilg'or tibbiy mahsulotlar, shundaqla yangi energiya mashinalari va uskunlari qatorliq muhim sohalarda oldi bilan texnika ustunligini, ondan bozor ustunligini qo'lga keltirishdir. Amerika Davlat mudofaa ministrligining, ya'ni tajriba bosqichidagi yangilik yaratish tarmog'ining doklati Xitoyga qartilgan kuchlik ayblash va Amerika hukumatiga qartilgan, ya'ni Xitoyga qarshi qurollanish chaqiriqi edi. Lekin bu dokladni Amerika Davlat mudofaa ministrligi, ya'ni tajriba bosqichidagi yangilik yaratish tarmog'ining doklatining dastlabda oshkorlangan originali bilan selishtirishdan shu narsa ma'lum bo'ldiki, hukumat ichidagi siyosiy aktyorlar mazkur dokladdagi Xitoyning tahdidi haqidagi baholarni yumshatish maqsadida dokladning vaznini suslashtirishga uringan. Amerika Davlat mudofaa ministrligi, ya'ni tajriba bosqichidagi yangilik yaratish tarmog'ining doklatining dastlabki loyihasidan qaraganda 2018 yil 1 oyda e'lon qilingan eng oxirgi dokladda bir qancha muhim bo'lak qisqartib etilgan. Buning ichida
davlat mudofaasiga aloqador ochqushliq texnikalarni qo'g'dash haqidagi tashabbusmi bor. Qisqartib etilgan bo'laklar ichida yana kelgusi necha 10 yil ichida yangilik yaratishning manbasi bo'ladigan sun'iy idrok, sho'pirsiz mashina, ilg'or material ilmi va shuningga o'xshash texnikalarni o'z ichiga olgan kelgusi texnikalarni qo'g'dash haqidagi tashabbusmi bor edi. Uningdan boshqa Xitoyning Amerikaning navbatdagi harbiy kuchiga yetishib olishiga to'salg'i bo'ladigan ilg'or yerim o'tkazgich, reaktiv motor loyihalash va shuningga o'xshash oldingi qatordagi nuqul davlat mudofaa texnikalarini qo'g'dash chaqiriqimi qisqartib etilgan. Amerika istixborot doiralarining faol holda josuslikqa qarshi faoliyatlarni elib berishga qarshi ekanligi shaksiz. Chunki mazkur dokladning oxirgi nusxasida Xitoy fuqarolarining halqiliq texnika tadqiqoti bilan shug'ullanadigan Amerikaning boshlamchi shirkatlarining bilim, mulk huquqi va texnikasini o'g'irlashidan saqlanish uchun josuslikqa qarshi turish harakatlarini kuchaytirish tavsiyasimi chiqarib etilgan. Uningdan boshqa Amerika istixborot organlarining Xitoyning strategiyalik iqtisodiy raqobatchilik sifatida qanchalik iqtidorga ega ekanligi haqidagi uchurlarni qarorlik holda to'plashi va tahlil qilishi to'g'risidagi taklifimi dokladga kirgizilmagan. Oxirgi dokladda yana Reagan hukumati qo'llangan, ya'ni ayni vaqtdagi Sovetga qarshi siyosatga amal qilishni talab qiladigan muhim bir bo'lakmi chiqarib etilgan. Bu siyosatda Amerikaning tadbirlari va xalqaroning uchur iqimini o'zib tashlash uchun ko'rsatgan tirishchanligi orqali Sovet ittifoqiga texnikalarning yetkazilishini cheklash maqsad qilingan edi. Bu Amerika kommunist Xitoy bilan muomala qilish jarayonidami muhtoj bo'ladigan programma edi. Mazkur dokladning oxirgi nusxasida chiqarib etilgan bir bo'lakda bugungi kunda texnik taraqqiyotning mutlaq ko'p qismi, ya'ni hukumat tadqiqotidan emas, savdo sohasidan keladigan, shundaqla bu texnikalarning ko'pinchisi, masalan, savdo va harbiy sohada qo'llanishga bo'ladigan sho'pirsiz mashina iqtidoriga o'xshash, qo'sh ishiltilishchan bo'g'ashqa, asosan ishiltilish o'rni jihatdan farqlanadigan savdo texnikasi bilan harbiy texnikni farqlantirish o'rnishining o'rniga halqiliq texnikalarga mablag' solishni cheklash eng aniq va eng oson ijro qilg'ili bo'ladigan siyosatdir deyilgan. Uningdan boshqa Amerika davlat mudofaa ministrligi, ya'ni tajriba bosqichidagi yangilik yaratish tarmog'ining dokladining dastlabki loyihasida yana Xitoyning Amerika texnikasiga bo'lgan tahdidining doirasi va xarakterini texmi aniq bekitish talab qilingan bo'lib, bu balkim bu strategiyalik vayron qilg'uchi, ya'ni Xitoyning masalasini hal qilishning eng muhim boshlanish nuqtasi bo'lib qolishi mumkin edi. Dokladda yana mundaq deyilgan: Amerika o'z texnikasining, ya'ni Xitoy bilan barobar ishiltilishining va Xitoyning noto'g'ri savdo qilmishlarining tahdidini, shundaqla Xitoyning sanoat josusligi va to'r o'g'irligining qaysi darajada ig'ir ekanligiga oid isbotlarni e'tirof qilishi kerak. Bundaq qilganda xususiy egilik va akademiklarning qo'llashiga erishib, Amerika texnikasining o'g'irlanishining oldini olishga texmo foydali vaziyat yaratqili bo'ladi. Davomi bor.